Boshlandimi? Tak, barchalarga assalomu alaykum aziz obunachilar va YouTube ahli. Bugun biz bitta do'stimiz bilan survival qilamiz. Qani survivalimiz agar yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. O'zingni tanishtir, Bek 007. Benim ismim Bek 007. Men bugün Bo'ldi, yetadi. Qani, let's go. Tak. Men uni ovozini o'chiraman chunki ovozim eshitilmasligi mumkin. Masalan, g'achillashlar bo'ladi-ku, ovoz eshitilmaydi. Shuning uchun men polni o'chirib qo'ydim. Shuning uchun orqadagi ovozlarga ahamiyat bermaysizlar. Minecraftning oldin qoidasini amalga oshiryapman. Sen qaytasan? To'xtaylarchi. Bo'ldi. Joyida ekan. Salgina ovozini ko'taraymi agar eshitmasam. Mashina yetsa kerak. Agar har xil g'achillash ovozlar kelsa kommentariyaga yozib qoldiring. Men keyingi safar ovozini to'g'rilab o'chirib yoki undan pastroq qilib to'g'rilaman. Yo'qsa qani? Ma kirka beraymi senga? Ma ol kirka. Hozir yashayapman. Yo, temir to'p oldim. Agar sizga orqadagi fon har xil ayollar va boshqa insonlarning ovozi eshitilayotgan bo'lsa, ming bor uzun. Ko'chada video olayotgan edik, yashanga. To'g'ri tushunib. Antiqa ekan bu Minecraft. Qani o'rnetda qo'y ko'rganingda. Temirlarimni olmagan tag'in. Men hozir
hozir men bitta kirka bilan bitta qaychi yasayman. Bular bolta yasasam ham bo'ladi-yu, menga qaychi kerak edi hozir. Bitta kirka. Nima yasasam bo'ladi? Qaychi yasasam bitta ortib qoladi. Undan keyin lekin men bloklarni qo'yib o'ynasam bo'ladi. Lekin faqat yasasam mana bu yerda suv bor. Waterdrap qilsam bo'ladi. Lekin yo'q, bu o'sha anaqadan chiqdi topor. O'zimda bor. Faqir yasayman. Hozir sababini aytaman. Anaqa olguncha, ma'mullarni olguncha bittani anaqa yasab, uzr anaqa shanaqa qilyapman. Bitta tosh kerak menga. Lapatka yasab, o'sha yerlarni qazib, o'shani men o'zim xohlagan ishni davom ettiraman-da. Texnologiya. Yer qazish time. Surdik. Sen qayerdasan? Daraxt yasasan. Bitta uycha yasab olish kerak-da. Uzr. Video olganimizdan chiqdi. Aziz do'stlar, bu video 2 qismdan iborat bo'lsa, birinchi video tugadi. Shu video 2 ta like to'plasa, keyingi qismini chiqaraman. Let's go. Sizlar bilan Vem bo'ldi. Xayr do'stlar.